Dada, bu yigit kim? So'radi qiz jilmayib. Uning ovozi nihoyatda mayin edi. Oq badan, zangori ko'zli, qop-qora sochli. Bunday sanamning ovozi boshqacha bo'lishini tasavvur etish mushkul. Nimagadir mana shunday chiroyli qizlarning ovozi albatta mayin bo'ladi, deb o'ylaymiz. Juda ko'p hollarda bu to'g'ri chiqadi. Bu mening o'rtog'im. Ismi Sobir. Tanishib olinglar, dedi Sasha. Qizimning ismi Alyona. Xursandman, dedi Alyona mayin jilmayib. Lekin dada, o'rtog'ingiz judayam yosh-ku. Ukam desangiz yarasharmidi? Buning o'zi yosh bo'lgani bilan kallasi menikidan ham aqlli. Sening anavi og'zidagini bazo'r chaynab yuradigan o'rtoqlaringga o'xshamagan. Ko'ramiz, kim aqlli ekan, deb Alyona bo'sh stollardan biriga o'tirdi. Umuman qizning kelgani durust bo'ldi. Chunki men Sasha bilan endi nimani gaplashamiz deb o'ylanib turgandim. Alyona otasiga o'xshab ko'p gapirmas, zimdan menga qarab qo'yar, ora-sira ilmoqli, sevgiga moyil savollar berardi. Tanya dasturxon tuzab bo'lgach yonimizga kelib o'tirdi. Bu paytda Sasha Brestda qilgan ishlari haqida gapirardi. E'tibor berib qarasam, oilada erkinlik hukmron. Alyonaga 18 ga kirmagani uchun spirtli ichimlik uzatilmagan bo'lsa-da, Tanya erkaklar bilan teng ichar. Eri bilan ba'zi masalalarda tortishar, o'rni kelganda urushib qo'yardi. Shubhasiz, Alyona ham oraga qo'shilib ketaverardi. Hatto u yangi tanishgan yigiti haqida bemalol gapirib berdi. Sasha qizidan avvalgi yurgan yigitini so'raganda, u qo'lini siltab qo'ya qoldi. Agar bizlarda qiz bola yigiti haqida to'lib toshib gapirish u yoqda tursin, birontasi bilan tanishganiga ishora bersa bormi, naq terisini shilib somon tiqib qo'ya qolishadi. Vaqt allamahal bo'lganida Sasha, endi dam olamiz, dedi. Alyona menga ajratilgan xonaga kuzatib bordi-da, kechasi siz bilan gaplashib o'tirsam nima deysiz, deb so'radi. Bemalol, dedim men kulib. Faqat dadang men bilan gaplashib o'tirganingni ko'rsa xafa bo'lmaydimi? Yo'q, indamaydi. Mehmonning dam olishiga xalaqit berma, deyishi mumkin xolos. Lekin men xalaqit bermayman. Agar juda uyqungiz kelsa, chiqib ketaman, deya Alyona ortiga burildi. Men o'rindiqqa cho'zildim. Charchagan ekanman. Darrov ko'zim ilindi. Oradan taxminan 1 soatlar o'tgandan keyin Alyona kirib keldi. U meni sezmaydi, deb o'yladi. Shekilli sekin yuzimni siladi. Men indamay yotaverdim. Keyin u uzun sochini yuzimga tekkizib, g'ashimni keltirmoqchi bo'ldi. Xushbo'y hid ufurayotgan soch g'ashimni keltirish o'rniga rohat bag'ishlardi. Mening uyg'onmayotganimni ko'rgan Alyona chuqur xo'rsindi-da, endi ketmoqqa shaylangan mahal qo'lidan mahkam ushladim. Qayoqqa, yaxshi qiz, dedim kulib. Voy, qo'rqitib yubordingiz, dedi Alyona. Shu yergacha qo'rqmay kelibsan, endi bu yog'idan umuman qo'rqmasang ham bo'ladi, dedim shivirlab. Sochingning hidi judayam xushbo'y ekan. Qani endi shunday sochni bir umr hidlab yotsang. Men sochimni hidlatgani kelmagandim. Shunchaki siz bilan gaplashib o'tirmoqchi edim. Ko'zimga sirli ko'rindingiz. Bunaqa yigitlar bilan gaplashkim, ichimdagi gaplarni bilgim keladi, dedi u va deraza yonidagi stulni menga yaqinroq surib kelib o'tirdi.
Xo'sh, nima haqida gaplashamiz? Dedim men qo'limni boshimga tirab, Alyonaga qarab yotarkanman. Hamma narsa haqida gaplashaveramiz. Umuman meni yigitlarning ichki olami qiziqtiradi. Yigitlardan tanishlarim ko'p. Ular bilan gaplashmagan narsam qolmagan hisob. Lekin baribir qoniqmaganman. Baribir erkak zoti, ayniqsa sizga o'xshaganlarning dunyosi bo'lakcha-da. Bilmadim. Bu haqda hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Masalan, men ayollar nima haqida ko'proq o'ylashini hanuz bilmayman. Bundan keyin ham bilolmasam kerak. Umuman birovning ichidagi gapni topishga urinishim shartmi? Baribir odam birovni hech qachon tushunib yetolmaydi. Hatto eng yaqin qarindoshlar ham. Shuning uchun boshqa narsalar to'g'risida gaplashmaganimiz ma'qul. Nima haqida? Sen bilan mening yoshimdagilar mana shunday kechada bitta uyda qolishsa, nima haqida gaplashishadi? Muhabbat haqida? Bo'lmasa biz ham shu haqida gaplashaveramiz. Yaxshi. Unda aytingchi, sevgan qizingizning ismi nima? U chiroylimi? Agar men sevganim yo'q desam ishonasanmi? Aslo. Bo'lishi mumkin emas. Shunday yigitni e'tiborsiz qoldirishsa, qizlar ko'ri bo'lishadi. Afsuski hammasini ko'zi ochiq. Ko'zlari menikidan yaxshiroq ko'radi. Sortim pastroq shekilli, qarab ham qo'yishmaydi. Men qaradim-ku, yigitim bo'lsa ham. Sen adashgan bo'lsang kerak. Unaqa emas. Ikkalamizning ko'zimiz to'qnashdi. Chiroq o'chirilgan, lekin derazadan mo'ralagan oy yog'dusida bir-birimizni bemalol ko'rib turardik. Bir muddat shu zayl tikilishib qoldik. Keyin u sekin menga yaqinlasha boshladi. Nihoyat lablarimiz tutashdi. Alyona butun borlig'ini menga topshirgan mahal o'zimni tiydim. Chunki bu ishni qilsam, ertalab Sashaning yuziga qarolmay qolishim mumkin edi. O'zimni tortganimni sezgan Alyonaning jahli chiqib ketdi. U ahmoq deya yuzimga tarsaki tushirdi-da, xonadan chiqib ketdi. Aftidan uning xonasi men yotgan xonaning yon tomonida edi. Oradan bir daqiqa ham o'tmay devorning narigi tomonidan yig'i ovozi keldi. Alyonaning yig'isi yuragimni o'rtab yubordi. O'zimni aybdorday his qildim. Bir xayol yoniga borib kechirim so'rab, uning istagini amalga oshirsammi, deb ham o'yladim. Lekin tezda bu fikrdan voz kechdim. Chunki Alyonaning hissiyotidan ko'ra Sashaning oldida noqulay ahvolga tushib qolish men uchun og'irroq edi. Ertalab ko'zimni ochsam, a'zoyi badanim dag'-dag' qaltirab, og'zimdan yoqimsiz hid anqiyotir. Aftim bujmayib, o'rnimdan turaman desam, boshim orqaga og'ib ketdi. Shu ahvolda ko'zimni yumib yotdim. Oradan yarim soatlar o'tgandan keyin xonaga Alyona kirdi. U menga qaramagan ko'yi, "Nonushta tayyor bo'ldi", dedi. Men hozir deya o'rnimdan turayotganimdan boshimda kuchli og'riq turdi. Deganimni o'zim ham sezmay qolibman. Alyona yugurib kelib boshimdan tutib, "Nima bo'ldi?" deya so'radi xavotirlanib. "Boshim ozgina og'riyapti", dedim men. "Isitmangiz ham bor", dedi Alyona, so'ng yugurgancha tashqariga chiqib ketdi. Biroz o'tib u ota-onasini ergashtirib qaytib keldi. Tanya peshonamga qo'lini tekkizib ko'rdi-da, eriga qarab, "Isitmasa ancha baland", dedi bosh chayqab.
Hozir bitta ukol qilaman, yaxshi bo'lib ketadi. Kecha mashinada terlab ketayotganimizda oynani ochgandi, deya kasalligimning sababini aniqlagan bo'ldi Sasha. Sen bo'lsang qarab kelavergansan uning shamollashiga, kesatdi Tanya eriga. Endi qarab kelganim yo'q, oynani yopib qo'y deb 2 marta aytdim. O'jarda aytganimni qilmadi. O'zini oqlagan bo'ldi Sasha. O'sha kuni kechga borib isitmam tushib, biroz o'zimga keldim. Alyona xafa qilganimga qaramay, atrofimda girdi-kapalak bo'ldi. Ovqat u choy nonni shundoqqina yonimga keltirib qo'ydi. Baxtimga Tanya doktor ekan. Muolajalarni o'zi qildi. Xullas, dumbamga 3-4 ta igna urganidan so'ng kechga borib o'rnimdan turib, derazani ochdim-da, chuqur nafas oldim. Kechqurun Sasha bazm uyushtirdi. Maza qilib o'tirdik. Men Alyona bilan raqsga tushdim. Raqsga tushayotib, otasiga menday yigitni uyga boshlab kelganligi uchun rahmat aytdi. Yoqtirib qolganini yashirib o'tirmadi. Qulog'imga esa seni sevib qoldim, deya pichirladi sensirab. Sen biz kelganimizda boshqa yigit topganingni aytganding-ku, dedim men ham uning qulog'iga pichirlab. U o'tkinchi, sevmagandim uni. Shunchaki qaysidir qilig'i yoqqandi. Buni sevish deb bo'lmaydi, dedi u hozin tovushda. O'sha oqshom kunduzi uxlaganimdanmi uyqum kelavermadi. Yana Alyona keldi. U ichki kiyimda farishtalarga o'xshardi. Keldi-yu, o'tgan galgiday tortinib o'tirmasdan birdan quchoqlab oldi. Bu safar men o'zimni tutib tura olmadim. Chanqog'i qongan Alyona holsizlanib ko'kragimga bosh qo'yib, "Ketma. Ketsang men qiynalib qolaman. Qol. Biz bilan yashayverasan. Dadam senga ish topib beradi. Oila quramiz. Mana ko'rasan, men senga sadoqatli xotin bo'laman. Menga uylanganingdan hech ham afsuslanmaysan. Baxtli qilaman seni", dedi. Ammo men uning aytganini qila olmasdim. Nima bo'lsa ham ota-onamning yoniga borishim kerak edi. Ular meni kutyapti. Enam sho'rlik har kuni yo'limni poylab yig'layotgan bo'lsa ham ajabmas. Lekin bu qizni ham ko'nglini o'ksitib bo'lmasdi. To'g'risini aytsam, menga yoqib qolgandi. Anna bilan poyezddagi qizlar bilan yaqin munosabatda bo'ldim. Ularning istagini bajardim xolos. Biroq birontasi yuragimni jiz ettirmadi. Alyona esa "Nega jim bo'lib qolding?" deya so'radi u sekin boshini ko'tarib menga qararkan. "Qolasanmi men bilan? Senga ishonaymi?" Bilmadim. Hozir bir narsa deya olmayman. Avval men uyga yetib olishim kerak. Bilaman, keyin qaytib kelmaysan. O'tgan yili bitta dugonam Buxorolik yigit bilan sevishib qoldi. U shu yerda harbiy xizmatda edi. Xizmatini tugatgandan keyin uyga bir borib kelay deb ketgancha qaytmadi. Dugonamning qanchalik qon yig'laganini bilsang edi. Nomard. Hatto biror marta xat ham yozmabdi. Shuning uchun uyga borib, keyin yoningga qaytib kelaman desang, sendan umrbod xafa bo'laman, dedi Alyona ko'kragimga qayta bosh qo'yib. Men boshi ber ko'chaga kirib qolgandim. Alyona og'zimni ochmayoq ichimdagi gapni o'zimga aytib qo'ya qolgandi. Biroz jim yotdim. Alyonaning o'zi bir nima der deb kutdim. Adashmabman. U xo'rsinib biroz o'ylanib yotdi-da, so'ng gapira boshladi. Seni tushunaman. 2 kun ichida sevib qolish
o'zi bo'lmaydi. Qolaversa, sen menga biror va'da berganing yo'q. Balki shunday qilganing ma'quldir. Men indamay ko'zimni yumdim. Hamma narsani xayolimdan soqit qilmoqchi bo'ldim. Lekin bu juda qiyin. Buning uchun vaqt kerak edi. Ertalab hammadan avval uyg'ondim. Turganimni tun bo'yi men bilan birga yotgan Alyona ham sezmadi. Narsalarimni yig'ishtirib, ketishga shaylandim. Alyonaga qaradim. Uni uyg'otishim kerak edi. Ota-onasi kelib qolsa, noqulay ahvolga tushib qolardim. Ayni paytda u shirin uxlayotgan, uyqusini buzishga odamning ko'ngli bo'lmasdi. Yarim soatlar chamasi uning qoshlariga, qalin kipriklariga, oppoq silliq yuziga termilib o'tirdim. Keyin uy ichida oyoq tovushi paydo bo'lgach, uni uyg'otdim. Avval ko'zini ochmay, norozilanib to'ng'illadi. Mening ovozimni eshitgach, o'rnidan sakrab turdi. Xuddi Brestdan kelganimday yo'l mashinasida Moskvagacha ketmoqchi bo'ldim. Biroq Sasha unamadi. Xotiniga eshittirmay qulog'imga yo'lda reketchilar ko'payib qolgan. Yaxshisi poyezdda ketganing ma'qul, dedi. Men bosh irg'ab tasdiqladim. Poyezdga chiqayotganimda Alyona ota-onasining ko'z o'ngida meni quchoqlab oldi va hech qursa yolg'ondan bo'lsa ham kelaman degin. Shugina gapni ham mendan darig' tutma, deya yig'ladi. Men va'da berdim. Poyezdda men bilan bir kupeda ketayotgan qari kampir bilan chol hozirgi tuzumning avra astarini chiqarib yomonlardi. Tepadagilarni peshonasidan otish kerak. Davlatni xarob qilishdi. Nima emish? 4-5 yildan keyin bizda uy joysiz odam qolmasmish. Buyog'i davlatingning tagi chirib turgan bo'lsa, onangnikidan olasanmi shuncha imoratni? Derdi chol burishib, tirishib ketgan basharasini battar bujumaytirib. Uning gapiga kampir e'tiroz bildirar, davlat unga arzimagan xizmati uchun otning kallasiday pensiya berayotganini qayta-qayta uqtirardi. Shundan keyin ular orasida tortishish, qarg'ash, so'kish avj olib ketdi. Men avval ularning gaplariga kulib qarab kelayotgan edim. Bir payt kampir cholini savalashga chog'landi. Chol nimjongina yana urib mayib qilib qo'ymasin deb ularni chalg'itishga tushdim. Qaranglar, qaranglar, dedim o'zimni hovliqqan ko'rsatib. Ikkovi ham uni o'chdi-da, nima deyishib yonimga kelishdi. Kiyik hozirgina o'rmon ichiga kirib ketdi. Obbo, dedi chol. Umringda kiyik ko'rmaganmisan? Dedi kampir. Uyi o'rmonda bo'lgandan keyin shu yoqqa kiradi-da. Lekin zo'r yugurdi-da, dedim men ularni chalg'itish uchun. Uff, dedi chol. Hozirgi yoshlarga nima bo'lgan o'zi? Sal narsaga hovliqib qolishadi. O'zi sen boyadan beri nega deraza oldida turibsan? Yorug'ni to'sib? Shunchaki tomosha qilib turibman, dedim hayron bo'lib. Qoch, u yerda turma. Mening yuragim siqiladi. Tortishib o'tirishni o'zimga ep ko'rmay joyimga chiqdim-da, yostiqqa boshimni qo'yib, ko'zimni yumdim. Lekin uyqum kelavermadi. Buning ustiga kampiri bilan shonqalab qolgan chol shang'illab gazeta o'qib bera boshladi. Bunaqa shovqinda ko'zga uyqu inamadi. Avval cholning nima o'qiyotganini e'tibor qilmagandim. Ammo qara, yana bitta bandit haqida yozishibdi. deya chol men haqimdagi ma'lumotlarni o'qiy boshlagach, sergaklandim va engashib qaradim. Gazetada suratimni ham berishibdi. Shu yetmay turuvdi. Endi qari chol bilan kampirdan ham yashirinishimga to'g'ri keladi.
Joyimdan qimirlamay 5 soatcha yotdim. Bu orada ular 3 marta urushib yarashishdi. Endi gazetani esidan chiqargandir deb o'ylab pastga tushdim. Har tugul ular bir-biriga teskari o'girilib, joylariga yotib olishibdi. Sekin kupedan chiqib, yuvinib kelsam, chol qurmag'ur o'tirib olib yana gazeta o'qiyapti. Men unga e'tibor bermaslikka harakat qilib, sekin joyimga chiqayotsam, "Oting nima?" deb so'rab qoldi u. "Ahmad", dedim ataylabdan chimirib. "Ahmad bo'lsang o'zingga, nima menga jahl qilasan?" dedi chol. "Men senga mana bu banditga o'xshab ketishingni aytmoqchi edim." "Qaysi?" dedim o'zimni go'llikka solib. "O'xsharmikan?" dedi chol menga tikilib. Dedim men boshimni qimirlatib. "O'xsharkan, lekin mening otim Sobir emas. Undan keyin men o'zbek emasman, tatarman. Ishonmasangiz hujjatimni ko'rsataman." Chol menga ishonqiramay qarab turdi-da, keyin yana joyiga yotib oldi. 2 kun deganda Moskvaga yetib bordik. Chol bilan kampir boshqa urushishmadi. Kam gaplashishdi. Men ularning nega bunday bo'shashib qolganiga hayron edim. Sababini manzilga yetib borganimizdan keyin bildim. Derazadan tashqariga qarasam, vokzalga militsiya to'lib ketibdi. Xuddi Brestda bo'lganday. Deyarli hammasida avtomat. Miyamga sassiq chol sotibdi degan fikr keldi-yu, vajohat bilan cholga qaradim. U kampiriga tiqilib olgan, dag'dag' qaltirardi. Tishimni tishimga bosib, jamadonimni olib tashqariga chiqdim. Orqamdan chol nimadir deb ming'illadi. Bu paytda men eshitadigan ahvolda emasdim. Tez-tez yurib tanburga chiqqanimda kuzatuvchiga duch keldim. U meni ko'rdi-yu, rangi oqarib ketdi. Endi hech narsani yashirib bo'lmasdi. "Eshikni och", dedim mushtimni tutib. "Menda ayb yo'q", dedi kuzatuvchi qo'rqibsa. "Ana bu chol brigadirga aytib, mashinistlar orqali vokzalga xabar beribdi. Mening umuman xabarim yo'q. Mening 2 ta bolam bor. Biri och eshikni, bo'kirma unga. Hozir bolangni onasiga qo'shib ko'rsatib qo'yaman." Kuzatuvchi shosha-pisha eshikni ochdi. Men sekinlashib borayotgan poyezddan sakrab tushib qoldim. Ortimdan "Qochdi!" degan qichqiriq eshitildi. Poyezdning to'xtashini kutib turgan mentlar birdan ovoz kelgan tomonga qarashdi. 20 qadamlar chamasi yugurdim. Qarasam, old tomonimdan ham menga qarab 4 ta basavlat yigit yugurib kelyapti. O'zimcha to'g'ridagilarni bir yoqlik qilib o'tib ketaman deb o'ylab, jamadonimni otib yubordim-da, tezligimni oshirdim. Kutilmaganda to'g'ridagilar birdan to'xtashdi-da, yonlaridan to'pponcha chiqarishdi. "To'xta, yerga yot", deya baqirdi bittasi. Chorasiz qolgandim. Agar aytganini qilmasam, ular meni otib tashlashardi. Yerga yotishim bilan ular o'laksaga yopirilgan qurg'unday menga tashlanishdi. Birovi qo'l oyog'imni kishanladi, boshqasi cho'ntaklarimni tintib chiqdi. Bittasi biqinimga tepdi. O'rnimdan turg'azishgandan keyin itlarning yuziga birma-bir qarab chiqdim. Ular meni qo'lga tushirganlaridan xursand edi. Ko'ramiz qachongacha cho'zilarkan bu xursandchilik, deya xayolimdan o'tkazdim. Mashinada olib ketishayotganlarida qochishning iloji bo'lmadi. O'ta xavfli jinoyatchilarni qabul qiladigan qamoqxonaga yetguncha 4 ta qo'riqchi avtomatini menga qaratgancha kiprik qoqmay borishdi. Mening uyga yetib olish orzum sarobga aylangan edi. Alyonaning gapiga kirib, uning yonida qolganimda uyga sal keyinroq
eskirganimdan so'ng borsam ham bo'lardi. Endi kechroq borish ham nasib etmaydiganga o'xshab turibdi. Ish qilib bular meni birdan o'ldirib yuborishmasin-da. Ozgina imkoniyat berishsa, uning o'zi menga yetarli bo'lardi.